Hurmatli obunachilar, tonna bo'ladigan buqalardan yana 2 dona olib kelib qo'ydim. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz akalar. Yeb ichtilari qanday deydi, uka deydi. Mana yeb ichtilar, ko'ringlar. Mana buniki ozgina qolibdi. Buniki fashti tugabdi mana akalar, yeb bo'lay debdi. Qorinlarni ko'ringlarchi. 4 ta hashaki mol baqmayman, 2 ta zo'rini baqaman deydigan akalarga mana. Qorinlarni qaranglar, chiqqanini. Sal uzoqroqdan olay, katta mollar akalar. Assalomu alaykum, hurmatli chorishqibozlari, Muslim Chora kanalining ashaddiy obunachilar akalar. Bugun 30-sentyabr hafta kuniga seshanba akalar. 2 dona toza qonli Golishten friz buqalarni olib kelib qo'ydim akalar. Mana. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz akalar. Tonna qilaman deydigan akalarga mana ajoyib, juda ham zo'r variant. Yeb ishlari dahshat, o'zgarishlar zo'r bo'ladi. Xudo xolasa maza qilib boqasizlar akalar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan. Videoni qisqa qilamiz. Srochni tanishtiraman. Kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar. Akalar, keyin yana sotilmadimi degan savol bo'lyapti. Akalar, hozir keldi mollar. Men faqat bilasizlar, Golishten, Rossiyskiy, Daniya, Polsha shu yerdan kelgan mollar sotaman. Hammasi ola bo'ladi-da, bir-biriga o'xshaveradi akalar. Lekin boshqa mollar, umuman boshqa mollar. Sotilmasa sotilmadi deb aytib qo'yamiz akalar. Endi bu kichkinasidan tanishtirsak, 9 oylik akalar. Bo'yi 1.35. Plus minus deylar, 1.35 chiqyapti. 1.35 plus minus 9 oylik akalar bunisi. Mana. Ko'ringlar. Orqalar korobka. Bunisi 1 yashar akalar. Mana shu 11 oylikdan o'tgan ekan, 1 yashar deylik, 12 oylik buqa. Xudo xolasa, buni bo'yi 1.38 chiqyapti akalar. Buni bo'yi 1.38, buniki 1.35. Plus minus deylar. O'z farqidan ham bilinib turibdi. 2-3 oylik katta mana o'zi. Akalar mana. Oyoq qo'llar ham yo'q joyida mana buqalar. Mana ko'ringlarchi. Mana endi ko'rinyapti. Mana uzunliklari, balandliklari. Kimgadir ma'qul bo'lsa akalar, jupini 45 million so'm bo'lsa, dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beraman akalar. 45 million so'm. 25 million, 26 milliondan narx aytganim yo'q akalar. Kichkina bo'zak emas bular. To'g'risida, hashakini moliga, hashakini puliga deganim sababi 1.40 lik molni, hashaki molni bir bozorda so'rab ko'ringlar akalar. 25 million deyapman, 22,5 milliondan narx aytyapman akalar. Hashaki mol emas akalar, toza qonli mol. Mana ayoqlar qaranglar baquvvatligini. Keyin akalar endi yo'q. Cho'ntagim ko'tarmaydi ikkitaga. Donalabga qancha deganlarga, mana kattasi 23 million, bu kichkinasini 22 million bo'lsa, dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beraman akalar. Telefon qilaveringlar. Ozginadan xayrini qilib beraman, dastlabkasini qilib beraman. Xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar akalar. Like bosib qo'yinglar, like akalar. Like besplatniy. Like gumillatib qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan.